Assalamu alaykum azizana teletomoshabinlar. Qadam telestudiyasida Miras programmasining navbatdagi ko'rsatilishi. Bugun bizning mehnimiz xalq söygan, xalqni söygan, haqiqatdanmi 8 qirliq bir sirliq hadimiz barcha hayotning issiq so'g'lariga bardoshlik berib kelayotgan, ko'nglini keng tutgan inson san'atda cho'ng iz qoldirib kelayotgan söyümlük, zilva ovozliq hadimiz Tolunay Aysar va Osman qizi bugun bizning studiyamizning mehmini. Tolunay ada bizning studiyaga xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling qizim. Bizning an'anaga aylangan avvalambor kelgan mehmonimiz o'zining ijodi haqida aytib bersangiz. Merhamet. Assalomu alaykum. Aziz teletomoshabinlar, aziz xalqim. Meni bugun mushu televideniyega mehribon qizim chaqirdi, shunga keldim. Albatta men nemidan boshlab bersam bo'ldi ekan. Agar san'at tarafdan desangiz, darrov san'at tarafdan boshlay. Men Tolunay Aysar Osman qizi bo'laman. O'zimiz vatandan 1955-yil iyun oyida chiqdik. O vaqtida Sovetga deb qo'ydigan bir 10 yaşlarımda ben bu yoqqa chiqdim. Ailem bilan. O'shqa tushdik. O'shda kuzga turib, kuzda Qirg'izistonga dadam ep keldi bizni, ishada turdik. U yerdan kirib kolxoz degan yerga tushdik. Shu yerda umrim o'tdi. Kolxoz bo'lgandan keyin ishlash kerak ekan. Men kolxozda ishladim. Dadam kichkina og'riqchandi. Shu kolxozda dastlab огородный sayvangizni deb qo'ymiz biz. Shuningda ishladim. Ondan keyin alma bağda işildik. Ondan keyin özüm kichkina yeshim cho'ng bo'lgandan keyin bir 2 yildan keyin bir 14-15 kirganda kolxozda qan qizilchisi terayotgan, shu qan qizilchisida ishildim. Qan qizilchisida bir odamga 2,5 gektar berdi. Yani şu 2,5 gektardan biz 14 kız benim kolumda oldu. Ben Zvenovoy deb qo'ydik ya, ashlanınki başlığı olup şu 16 yaşımda her birimizge 2,5 gektar kızılça, yana 2,5 gektar qo'shimcha. Shuni 3 yil ishildim. Yaxshi. 3 yil ishlab doim mening palasan deb qo'ymiz. Ashada qizilcham nihoyatda yaxshi bo'lib, normamiz 100 sentner. 100 sentnerga men 110 sentnerdan her yili berib turdim ishlaganda. Shuning bilan bu boshliqlar qo'shilib meni ko'tarib shunday qilib ketdi. Shundan keyin yerdan qaytib Almatıda tağam qolgan burun apamdan dadamlar u yoqqa ketib so'qish qatnashib ketdim. O'q tekkan chelaklar olib kopdi. Boshliq bo'lib ishlaydigan Azaldan To'qmatov degan. Shuni ko'raman deb qizilchining pulini ilib oshnaga keldim. Tağamni ko'ygini kelib u yerda o meni qo'yib emay bir yoz ip qoldi. Men chidimidim. Ishlayman deb turib oldim. Shundan keyin chelakda
Mehmanға келіп, Үжім совхозда işledim. Ondan keyin повар olup, student медицинский 40 balığı повар olup, masakı çıkıp uyada işledim bir ay. Şunun bilen anlasam, hedem en çoğun hedem Aksuğa ailesi bilen çıkıptı dep anlap kaldım. Tağan apa desem mana ene dep vaqt yok olmaydı. Bir gün oturup avtobusga kettim. Uyaga bordim, onun balalar yaman köpke. Körüştüm, ketay desem onu mu dey. Amsa men işley. Sizlarga yordam qilay deb sanga, bug'doy sanga kirib uyada ishledim. Vaqtlarda turmushlar nachar, Xrushevning vaqtlarimi Xudoyim, hamma elning turmushi nachar. Yo'g'on bir kerzo o'tikni berdi, ashuni kiyibla shu bug'doyning ustiga chiqib ketma. Shuning bilan bug'doyni polni ilib uyga ekilma, ashunda qilib uyada ishlab, ondan keyin o sangning ishi tugagandan keyin kirpish zavodda, Aqsuning kirpish zavodi, kirpish chiqarib ishladim. Şun yeni yıl kelgandan keyin şunu bilan xo'shilishib ular bilan aran qo'yib berdi meni. Ketdim. Bishkekka qaytib keldim. Shuning bilan железобетонный zavodga ishga kirdim. Slesar bo'lib kirdim. Slesardan keyin yaxshi ishildi deb gazarishga o'tkazdi. Gazarishik to'mirini 10 sant to'mirini kesib chiqsiz. Undaq o'lchab berdi, shuni kesib. Onu işledim. Ondan keyin bu yaxshi ishildi deb elektr svarkaga o'tkazibdi. Elektr svarkada ishledim. 3-razryad bo'lib, shundan keyin tokarlik o'tib ketdim. Shu ishlab yurgan vaqtlarimda bizda shu yachek qurilib qoldi-da Bishkekda. Shu Bishkekka qaytib keldik. U yerda turmushlik bo'ldim. Biz o'zimiz dadamdan bir anadan 4 bala. 2 hedem var. Badi akam, ondan keyin kenji teğmen bo'lgan. Ola bir meyet Almatı turadi 12 balıq oldu. Birisi akam bilan hedem, ikkinchi hedem Bishkekda. Ular dunyodan o'tib ketdi. Yani ikkinchi anamdan biz 4 bala. 2 inim var, 2 singlim hozir bor. Shu ikkinchi anam bilan tudim. Demakchi bo'lganim shu железобетон zavodda ishlagan vaqtida bizda ansambl ichilib qoldi dedim. Shu vaqtida meni san'atga taklif qildi bular. Naqsh etib yurganimni bildi. Shundan keyin 68-yili san'at qurildi. Shuningga kirdim. U yerda Ayturg'andamni o'zim kichigimda yaxshi ko'ratdim. 6 yosh vaqtlarimda naqshni anglab, uxlab qoldigan. Shu Ayturg'andam bor degan keyin shu yerga kirdim. Shu yerda ishlab keyin u yerdan Qirg'izistonning 50-yillik festivaliga qatnashib, 2-darajalik diplom bilan laureat bo'ldim. Ondan keyin bu yerga gastrolga keldik. Bütün Uyg'ur rayonining hammasini Chelakdan tatib, Olmuta hammayani aylandik. U yerda aylanib keyin o vaqtlarda teatrning direktori Xilam aka degan kishiga bizni chaqirib teatrga siz bizni qilib keling qizim. Qizinglarni bizga qo'yinglar. Bizga g'erib sanam kerak, Onarxon kerak. Bu qizimiz kelishidika, chochlari uzunka, o'zining bo'ytirqi kelishidika, ovozi yaxshika deganda men yo'q, men bunimidim endi mumkin emas-da. Shu yerda bolalar bor, semyarim, oilam bor. Shuni ketib qoldim. Yaxshi edi, siz bilan mana tanishib o'tdik. Siz kichigingizda baliqchingizda emgakka bek pishiq bo'lgan ekansiz. Endi mushu san'at yo'liga siz necha yoshingizda keldingiz? Balla hozir 5-6 oylik balaga ne desa, qo'llarini ko'tarib usul o'ynaydi. Siz to'g'ri talant egisi deb xalqim sizni to'ng'ashqa, sizning bizni qiziqtirgan savol, siz san'atga necha yoshingizda keldingiz?
Men endi san'atga qiziqanim shu kichik vaqtimda dadam quchog'iga o'tag'izib ding 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 da dingdir desa ashning ritmi o'ynatdimki. Endi 3 yosh vaqtimda esimde bor bizde shu cho'ng san'atkorlar aşağı chiqqanda Ahmet Arikamlar, Rahmet Yusuflar, ko'p odamlar, Amin Qadir deganlar ishlatgan shular san'atni men yezi tutib olgan Chaqistayda. Işe chiqqanda ular konsert qo'ygandan keyin dadam bilan o'tirmanki, konsert tugagandan keyin vaqirab yig'laymanki. Men naqsh aytaman, men nimishga sahanda naqsh aytmayman deb. Shuning dadamning og'inlari Ey Osmanov, buni qor qizingni sahnaga ochib qo'ysang-chi, naqsh aytsin. Deytga dadam sahnaga tug'izib qo'ysa, ashada naqsh aytadimki. Shu hozir mundaq esimda bor Qarаңғы tunda, qara zulmlar, qara perdeler işitildi bugün. Mana qaranglar, quloq silinglar, ozodlik signallari chelindi bugün deb naqsh aytadimki. Dastlabki daqshtirib. Shuni aytib bo'lib, andikin xo'shal bo'lib, dadam meni ko'tarib chiqib ketadiki. Shu kichigimdan shundaq naqshga qiziqib aytib yurdim. Endi San'atga ve san'atning yo'liga qaysi tarafdan keldingiz? Men shu Bishkekda o'tib ketdim. Bishkekda ansambl qurilganda, ayturgandamlar, Mattayirkamlar, Amin Qadir, Tursun Teyiplar, bular sap ustozlar, cho'ng ustozlar ishlaydigan shu yerga keldim. Meni shu o'zimizning boshlig'i bo'lgan ansamblni qurgan kishi Qayim Sabr Hojiyev qaynagan bo'ladi. Shu ip keldi, shu yerda ishildim. Shular bilan ishildim 68-yili. Balliq bo'lgan vaqtim 3 balam bor edi. Shuning bilan keyin bu yoqlarga shu festivaldan o'tdim. 50 yillik festivaldan Qirg'izistondan o'tib, bu yerda 2-chi diplom bilan laureat bo'ldim. Keyin biz Olmaotaga gastrolga kelganda shu teatrda Xilam akam degan kishi direktorga chaqirib qiling deganda hamma tarafdan siz bizga kelishsizgan, bizga aktris kerak qiling deganda men unutmadim. Biz o'zimiz teatr ochamiz Qirg'izistonda deb. Shun ketib qoldim. Keyin shu ishlab yurib Bayqi, svashik, gazarishik, tokir, pekir, power bo'lib ishlab rosa hayotninki mazasini ko'rib, balla bo'lgandan keyin boqaman deb yo'lishim og'riqchandi. Shuning bilan keyin porib Sarshag'onga ketdim. Sarshag'onni porib ishlab 1 yildan keyin qaytib teatrga taklif qilib qaytib keldim. Rahmat. Teatrga keldim 74-yili. Men kelsam, o Xilam akam yo'qka, Ikrim akam Masimov mudir ekan. Biroq u odam Toshkentga ketgan ekan. Bu yerdan Baytin Valixanovich degan kishi главный cho'ng rejissyor ekan. Men shu kuni kirib edim. Butun cho'ng artistlarni yig'di. Endi u yerni o artistlarni ko'rgan odam men o'zim baxtli deb hisoblayman. G'ulom akam cho'ng artist. Ahmet akam Shami, Ahmet akam Sopi, To'lik akam aktyor, ajoyib bir esil aktyor. Qur'on aka, Karimjon Zokirovlar, Asqar Jinkam degan odam mushu qoqshab meni sanam qilamay, Anarxon qilamay hayotdan ketdi. Ro'shandamlar, Nurbadamlar bo'lasab cho'ng artistlarning orasiga kirib qoldimda. Shu 30 odam o'tadi yo'g'on zalda. O'tirib meni komissiyadan o'tkazdi bular. Nim bilsiz dedi, nim so'rashsa, shu nim so'rsanglar shuni deb beray dedim. Endi keyin naqshlarni, qandaq millatlarning naqshini bilsiz dedi. Men dedim, Uyg'urcha, o'rischa, qirg'izcha, tatarcha Aştaq naqshlarni bilaman dedim, aytib bering dedi. Ma'qul deb hammasini aytib berdim.
Etpegen ekan, Uyg'urcha nemen etsiz dedi. Ovozim nayt egizdi. Canaynen de asalıkça sap ayalla etmeydi, erleydi. Canayni etmen dedim. Şu Ahmet kam şemeyip da qarab külüp etin kızım, etin anlaylık dedi. Şunu ettim. Canayni etedim, bula Baytin Valihanoviç endi başqaça rejissor, başqa çıkıp ketdi de. Hemmisi. Şunun keyin usul oynalamsız dedi. Oynayayım. Desem Yusuf Çınkam Seyitov dap çalıdı ekan nava ansamblda. O vaqtida men ansamblning boshlig'i kim bilmayman go. Zeynul akam ke men bilmayman. Nurbedem baka. Şunun bilan usulni oynab berman desem Yusuf Çınkam dapni ilipla. Tak çaldı da. Men mashinamga keltirib tak qilib edim, hamish kulib ketdi. Yusuf Çınkam ishtik chevatdi, ishtik o'ynab berdim. Bular hamish kulib ketdi. Voy bo'ldi. Baytin Valihanoviç dedi. Bo'ldi, bugundan tatib afarinat qilinglar bu qizni. Rejissor de o da deydi ki, men drama alma, bu qizim dramada oynaydi deydi. Usulchi Salima degan usullarning boshlig'i ekan, baletmistr. O deydi, yo'q, men usulga olman deydi. Şunu Ahmet kam şemeyip, hey, to'xtanglar. Sizlar balaga gap beringlar. Balaning nima o'yi bor? Nima keldi teatrga? Degandikin, nima qaysiniga kirsin? Men dedim, naqsh etma. Men naqshni yaxshi ko'raman, naqsh etma. Shuni bilan navaga kirib qoldim. İşledim. Yaxshi, rahmat. Dolmayda endi mushu sizni bu san'atga boshlab kelgan dastlabki ustozing'iz yodingizda bormi va kim? Meni san'atga hech kim boshlagan yo'q. Men kichigim 6 yoshimda Ayturg'andamni yaxshi ko'ratdim. Ayturg'andamning naqshlarini anglatdim. Disklarni kaseti deb qo'yatdi, audio kaset. Shuningdan xalq naqshlarini ko'p anglatdim. Husaynjon Jamilani, Pasha Ishamlarni, shularni anglab Bana zade hech kim naqsh o'rgatgan yo'q. Menda ustoz yo'q, biroq men Ayturg'an adamni kichigimdan bilgachga ustozim deb bilaman. Rahmat, to'g'ri. Endi siz san'atga, sahnaga mana kichik chiqibsiz. Shu chaqda 3 yosh vaqtingizda chiqqan san'atda sahnaga chiqqan vaqtingizda keyingi balog'at yoshlarga yetib, cho'ng bo'lgan yoshlardagi ikkisining farqini siz tasavvur qila oldingizmi? Elbette, 3 yoshimda naqsh etdim. Elbette ta'sir bo'ldi. Ondan keyin maktabda 3,5 sinf bitirdim. Arabcha men o'qamadim. Bu yoqqa chiqib qoldik 55-yilda. Men maktabda bütün maktabning bolalarini atdiganda badan tarbiya o'yintatdim. Menga Hamra efendim degan muallimimiz bo'lgan. Bunda qisqa ishtanni kiydirib, sportivni svistokni tutqizib qo'yatdi. Şu svistokni çelip men 8-sınıfgacha beden terbiye oynatatdim. Men shundaqdim. Ondan keyin naqshini she'rlarni bir yoqqa top bo'lib manganda she'ri boshlasa, men she'rning 5-ini boshlab 1-2 deganda bütün kolonni aytatdi. Ondan keyin u yerda shundaq rollarni beradi. O'quvchi bo'lgandan keyin bir epizodlarni berdi. Shularni o'ynatdim. Naqsh aytatdim. O'zimizning maktabdan kichkina o'yin qo'ysak, shularni aytatdim. Shu. Endi sizning aytgan badan tarbiya deganingiz bizniki tan tarbiya. Tan tarbiya. Skulptura deb qo'ymiz. Shu dars beradingiz bolalar. Atiganda chiqib 8 gruppa o'ynatatdim shularni maktabning qorasida. Men o'ynatatdim. Sizning mana cho'ng bo'lganda aytgan eng dastlabki naqshingiz. Shu naqshning matnni o'zingiz yozdingizmi yoki yozib bergan naqshni o'rildingizmi? Yo'q, men Jonay xalq naqshini o'rgandim. Jonay. Birinchi sahnaga mashaga chiqqanda Jonayni o'rgandim. Shu naqshingizni bizga bir ko'plikni bo'lsa aytib bera olamsiz? Aytib berman, biroq 10 yil bo'ldi men naqsh aytmagani. Naqsh har adam tanarkat qilsangiz og'riysiz, naqsh aytmasangiz ovoz o'tirishib qoldi. Şunun için ben endi mundaq yaxshi aytaman deb va'da beraman. Ovozimda mojbit xirib bordi, texizam ko'midim. Har holda sizni xalq
bulbulimiz bizning deb söyüp alqışlar bilan kutidi. Shuning uchun sizdan menga iltimos qilgan shunday bir hadimiz bordi. Bir qurni bo'lsa, aytib bersa o'zining söygan naqshisidan degandi. Mayli, aytib beray. Naqshkundur birodarlar, kishi canan gayey ayetse, ayere kishi canan gayey yetse hey caney. Çekip cebro cepayey cepalani ayalar ayere üzüm estan gayey yetse hey caney acinim anigarim sen hey yalarum. Aferin. Aferin. Rahmet ede. Sizge alqışlar. Hadimizning ko'pning mana iltimosini o'rinlab berdingiz. Rahmat. Endi navbatni o'zimizning shu savollarga kelsak. Siz mana hayotingizda drama aktrisimi bo'libsiz? Monologlarni mı yazdınız, şiir mi yazdınız, etyudlarni mı yazdınız? Şumuşları arasında siz nemegidu naqshini tanlabapsiz? Şunu bizge biraz tushuntirib bersangiz. Şu naqshga bo'lgan qiziqishingizdan siz naqshga o'tib ketdingiz. Sizni drama aktyorlik bo'lsin deb talashgan aqlarimizmi, hadirimiz ko'p bo'lgan ekan. Siz sahnada rollarni atqidingizmi? At qurdum. Haqiqiy men o'zim faqatla naqshini yaxshi ko'ratdim. Sahnaga chiqib naqsh etishni yaxshi ko'ratdim. Ayturgandamni ko'rgandan keyin. Rollarni o'yindim. Mana shu Bishkekninki ansambli qurilgandima, Ziyo Samidiningki G'uncham dramasidan mashaqqa kelganda G'unchamni birinchi sostavda o'yindim. Ondan keyin Bayning Seyitmanqa degan bir sho'x bolasi bo'ldi-ki, o'sha o'g'ilning rolini o'yindim. Ondan keyin bir bizda o vaqtida o'g'illardan usulchilar bo'lmagan ansamblimizda, Samadetimiz. Usulchilar bo'lmagandan o'g'ilchi kiyinib bir qozoqcha qizdaray degan naqshini bir Cho'lpon degan qiz bilan ikkimiz qamchilarni tutib urib boshqa qilib chiqardim. O'g'ilcha o'yindim. Endi teatrga kelgandan keyin teatrda ko'p rollarni menga berdi. Biroq rollarda o'ynamadim. Birinchidan endi burungi aktyorlar o'zlari nima qildi. Rolda Anarxanda nemining Ra'nixonni o'yindim, Bayning ikkinchi ayolini. G'erib sanamda G'eribning singlisini o'ynadim. Gulchum Mamayni o'ynadim. Ondan keyin Shoim Shovoyev rahmatlik yotqa yeri jannat bo'lsin. Akam o'lindi degan piyesini ekilib, oningda Cho'lponning rolini o'ynadim. Главный rolni o'ynadim. Shu ondan keyin o'zim zodi shu san'at naqshga kirishib ketdim. Mening o'zimniki xolig'im haqiqiy naqshi bo'ldi. Siz qancha naqsh yozdingiz? Qancha naqshiniki matnni o'zingiz yodqa bilgan eng shu orasida yaxshi ko'rganni birini aytib bera olamsiz? Men 8 naqsh yozdim. Shuning uchun eng sevimlisi qaysi siz uchun? Naqshlarimning hammasini men yaxshi ko'raman. Albatta, endi bilsa, ani to'g'riliq
senet kirmey sözünü yazıp koygan Dilim Veyran degen akşam var. İşimde kaldı mı? O etmağım köpçülük oldu. Şu Dilim Veyran'ı özüm yaxşı görüp şunu ettim. Kadaqda onun sözü. Can anam kabringimen seğinip gidip geldim. Can anam kabringimen seğinip gidip geldim. Aklımla dilim veyran kaygıga bitip geldim. Aklımla dilim veyran kaygıga bitip geldim. Ani canımın sen kimlege tapa kılgan. Ani canımın sen kimlege tapa kılgan. Takdirimge men tenbedim, kalbimden makan algan. Takdirimge men tenbedim, kalbimden makan algan. Düşümni ilip getsem neledin makanta. Başımni alıp getsem neledin makanta. Ana mikri körmey üstüm kimleni ana tutay. Ana mikri körmey üstüm kimleni ana tutay. Ana mikri körmey üstüm kimleni ana tutay. Rahmet ede apırın, zılva avazınız apırın, yüreklerimizni bir uyg'otib ettiniz. Rahmet. Endi hede kichkina ko'nglingizni beram qilib qo'ydik. Hech qisi yo'q. Shu siz sahnada yozgan miniatyuralar, naqsh she'rlar, monologlar shu teatr aktyor aktrisalari tarafidan o'qildimi, shular ko'rsatildimi? Ko'rsatilgan, o'qilgan bo'lsa, shular qaysilar? Qaysi monolog, qaysi etyudlar? Birinchi miniatyuram Abdullah degan yazdım. Onu Mohit rahmeti Mohit Hizimov bilan turdi bebe. Abdizova ikisi o'rinlab chiqdi. Nihoyatda qiziqib o'rinlab chiqdi. Allah rahmat joyi jannatda bo'lsin. Aramizdan ketib qoldi. Ondan keyin Jitimning zari degan monolog yazdım.
Onun da 2 kuplet naqşысы var. Şarvanem деген kızımız orunlatına ait alqışqa ega bo'ldi. Onundan keyin aytsam bo'lamdi, teatrga kirib, отпускка elib, aylık az, 3 balba internatga to'lash kerak, общежитga to'lash kerak. Shu araliqda men sodgachilikka отпусканы elib sodgachilik qildim. Yerden alma bir nimani shundaq elib mishkapda. Selnogradga oldim. Şu Selnogradga borib, ashada bir ayol bilan tanishib qoldim. 6 balasi aka, u ishlamaydi ekan, ishlarni supurdika, o'zi yolg'iz. O ayol bilan tanishib qolib, ikkimiz sodgachilik qildik. Bir ayda 3 qitim qatnab olalayman. Şu 2-chi qitim bağınımda alma, sliva, ashtaq bir nimani ipadim. Bağınımda kichkina tushki setdim, melis tutib oldi. Şunu ikkimizning ashu satgan pullarimiz mundaq dasturxonning ostida pokaydilib qoldi, hamma narsa qoldi. Bizni akatdi ikkimizni tutib. Spravka so'radi bular. Şu Selnograd hazır Astana ғой. Күзден күн баған соғ, өзі күзде отпуск алғандық. Шуның bilan шәмбі күн әкетті беріп яттық KPZ-да. Әлгі бір суға оқшаш бір німсін әкіріп әді іштік, қосақ аш. Бірдәм ішкіміз жығылаймыз, бірдәм күліміз, бірдәм ән нақшитіме. Ашында қылып ішкіміз шәмбі күн яттық, шәмбі күн яттық. Дүйшәмбі күні әттігенде Melisla kirib saat 9'lar ekan. Qo'limizda soatmi yo'q. Nechaligiga akirdi. Nechaligiga akirib edi, salomlashib kirdik. O'ris kishiga здравствуйте deb. Bir shundaq o'zi bir ko'zlari shundaq kulib turdigan bir jiq pagoni oqladim, men bilmadim shundaq bir odamga egiz. Chiroyi shundaq odamga yiqimliq. Zaходите dedi, садитесь dedi. Şunun dostum sordu, nemek sen mındaq nim qıldın dedi. Men ispravka akemgen 6 balam var. Maşa sodgachilik qilib kichkina pul topay dedim, o'zim nima ishlayman. Ishik supurma deb undaq dedi. Endi kim meni sordu, siz nima keldingiz deb. Menmi shu 3 balam var internatda. Internatga 100 necha ming qarz o'katdim. O vaqtda rubli. Şunun için töyley dep men bozordan aldım. Mek ekilip kıymetiga sattım. Iyedin erzadan aldım. Desem, qayerda ishlamsiz dedi. Ishlayman desem, qayerda dedi. Uyg'ur teatrida ishlayman. 30 kun elib, bir oy отпускамni pul topay deb mashtaq qildim. Desem, nim bo'lib ishlaysiz dedi. Naqshitimi dedim. Pivitsa dedim. Naqshit beralamsiz dedim. Itpirey, dedim mendiki Ruslan'ın. Agni tak mnogo zolotih degan bir naqshisi bor. Shuni aytib bersam bir ko'plik kulib ketdi bu odam. Kulib o'rnidan turib, kelib muramni qiqib beshimni siladi. Beshimni silab, xafa bo'lmangadi. Bo'ldi. Qo'yba buni deb milisni chaqirdi, ishga milis kirib dedi. Bundan keyin Mo'shu ikkisi meshaga sodgachilik kelsa, bularga tegmaysizlar. Dedi. Qo'shal qiyadan kulib chiqib ketdik. Basaqilqi yenimizda satqanlar hammasi nimalan ip qo'yibdi, ular doim ashadgan deb postoyan turdi. Pullarimizni, nimalarimizni hammasini yig'ib ip qo'yibdi. Şunu bilan qolgan qatqanni satdik. Kechqurun ketish kerak. Do'stimning zodi o'tmaydi de. Şunu o'tmagandan keyin da qarab baqdim berib qatag'im mengib qarab baqsam, beshida ishki o'zbek ashtaq yemishlarni sotibdi. Yilqilarni tinglab tursam, подходи народ, подходи, вкусная. Подходи, дешевый адам deb ashtaq deb qaransyapti, davatdi, baqiradi. Turib bir jin kirdi bana. Eşedim bir şeytan kirdi. To'xtab tur dedim, kepil do'stim nerede dedim, ishki biligimni turdim.
Alan çıraylık koyduk. Şunun bilen nerede desem nem boldun deydi. Sen qarapdı hazır məsatime. Aşının ötmey atdı dendi. Şunun diki. А, подходи, народ, свой огород, половину сахар, половина мед, половину точно, половину врет. Ой, красивая, редиска красивая, хрустящая, сама сажала, сама поливала. Дешево адам, подходи, народ, деп бақырап едім. Адам жығылып кетті, бәзілер күліп өткеті атыды, бәзілер келіп ев атыды, правда деп. Ашының білен келдік. Бірдемде елқының алмыларыны, немелерін сетіп еттім. Şunu öyle işkimiz koşal, koyuzgu biletil, düşüp yenip geldi. Şunu bir günlerinin bir günü oturup kallamı kep kaldı. Nemiş ki ben ertesiyle hayatından birini yazmayayım. Yezişim gerek deyip aşını sahneye çıkardık. Öyle Mehbirva bilen Reşidem işkisi oynadı. Şunda yaxşı çıktı kızlar. Şunu öyle bir minyatür üyeden çıkıp kaldı. Rəhmət edə, talay mana ötmüşlərini bir əsləb ötüdü, tolnaydım, közgə yaşımı evatıdı. Əndi bu ömür degen, aşındaq bolu degen, insan dünyaya kelgəndə pişanımızға həmmə nərsimiz yezilib ötü degen. Mana məşındaq ıssıq soğunu beşdən ötkəzgən hədimiz. Nəgə, mən muşu bir qısqı vaxtda, muş hədimizdən anlıqabla, mən Tolnay hədənin bütün tarixini bilib aldım. Bütün işçilerini bilib aldım deb ete almayman. Muşu ege men Tolnay hədənin hayatının davamıға köplügen çekitlerini koygan bolardım. Səbəbi жүргінің qetıda saxlab жүрген tügünləri texi içilgini yox. O Şunaydan Aysalğa bilen Tolnaydan bilen məngü bile ketidğan sır. Şundaq mı hədə? Unutulmaydigan bir əsrlər, günlər, vaqtlar bolğanda, şu vaqtlarda. Xəni anaq bizə Tolnayda muşu səhnəyə kelgəndə tatıb mana 3 yaşınızda səhnəyə çıxıbsınız. Hazır hörmətlik dəməlişdəsiz, şundaq. Sizin özünüzün ustazlığınız bolmağan deb etdiniz. Siz özünüz oquvchilarınız, sizin yolunuz epmanğan şagirdlarınız balla barmı? Endi men aşağıda birge işlеген qızlarımga özümge haqiqi mındaq tatып şagird qılamıdım. Biroq men ügetdim qızlarga, Loizamga, Dilega, Dilberge, Sahidemge naqşlarımni ügetdim. Allah etip baktı, et qayeledi. Dilber Burxanova hemisi naqşamni etdi. Biroq men ularni o'zimning shogirdim deb, ular meni hurmat qilib, Qashqashibisida Acha deydi. Shogirdim deb ayta olmayman. Demişki degende men ular bilan ko'p ishladim. Naqshlarning xato yerlari bo'lsa o'rgatdim. Lekin hozir yoshlarni sen buning bilan buni naqshin o'rgan deb aytsang, burun biz zor bo'lardik. Operkamlarninki shu nimlarning qishig'i kirib olardik, bizga naqsh o'git qo'yinglar, Qadiraz kamlarning qishig'i o'rgatmadi bizga. Men Manda qilib baqdim, biroq o'rganadi naqshlar, shu o'rganib bir ikki qitim etadi, undan etmaydi. Munda xalq naqshlarga meningcha ko'pincha hozir drama, muqam bo'lib ketyapti. Munda отдельно xalq naqshlarni alohida etib chiqadigan yoshlardan kam. Nuralim bor, u yaxshi edi, hozir boshqa bolalarimiz kirib ketdi, yoshlar kirib ketdi. Endi nim deyman? Ular meni ustoz deb o'zlari baribir hisoblaydi. Men shular bilan birga ishlab keldim. Men o'gitay dedim, ba'zilar ancha naqshlar qiziqmagan ekan, bir deysiz, ikki deysiz, ondan keyin ular yangi hozirgi современный yangi naqshlarni o'rganishni yaxshi zamonaviy. Lekin bizning xalq naqshlarimiz ba'zilar aytadi, tushunganlar, ba'zilar olmaydi. Xalq naqshlarni unutilib ketamdiki degan g'amda bo'lmayman doim. Sizning keyiningizda shu xalq naqshini aytib kelayotganlar bormi?
Menin kendimden halik nakşını eden Nuralımcık ediyordu. Onun dikin abalımızın eden Dolqun Amanbayev mı? Yemesi. Dolqun Amanbayev ediyordu. Onun dikin Mihrat anca halik nakşlarını etketmeyetke bir işkini etti. Sahidem etattı. Hazır bilmeyme o kız. Hel oldu kömgili sahne çıkmaya atıyordu. Loiza kızımız dramada o sanatninki aşı nemlerinin nakşısını ediyordu. Hemisi halıqның nakşısı, muqamны işçedeki nakşılar. Hemisi halıq nakşıları. Endi mandak nakşılar alqı. Ahinim dağınızda Han Leylum degan nakşılar ular tehi etilmedi. Etilmeye atıyordu. Çakında yok. Əvrişim degan nakşılarımız, eşil nakşılar var. Erler nakşılar, menin köpünçe etkinim erlerinin nakşıları, jürüş nakşılar. Şundaqlarını köp etimen qoyman. Xalq nakşılarının, jürüş nakşılarını köpünçe erlerinin avazlığı düşüdüğün nakşını özüm yaxşı görme. Özümün avazlığı düşüdü şunun için, şunu tallayman. İcadi nakşılardan az, kam sanda etimen. Etip geldim ben. Мұшындақ тұғымы талант hədərimizin aldıda keyinki əvlada əlbəttə biz sizin aldığınızda hədər baş egimiz. Rəhmət. Hürmətin bağ rəhmət. Siz hazırki muşu Quduz Hocamyar namıdaki Uyğur muzikal komediya teatrıdaki yaş talantlıq aktör və aktrislağa neme degen bolar ediniz? Hazır bizde yaşlarına ait köp çıkmadı ait talantlıq. Hemisi talantlıq. Bolup mu mana muşu muqamlarını koydu, töt muqamını acayip oynap çıkmadı. Hazır yaşlarımızın ait talantlıq. Avazlarımı çıraylık. Boy turqi ulanın bir turşunun özü saxında çıraylık. Ben şu zalda oturup emraqlığım kep ketidi. Turşuları da çıraylık. Senlik karşında oluş gerek. Uyghur halkınınki kültürüsünü köstüş gerek, medeniyetini köstüş gerek. Gep sözde olsun, muamelede olsun, çoğlarını hürmet kılıştı olsun, yaşlığa qarğan köz karşı olsun, hemsi bizim halkımızın medeniyeti. Şunu öz dili tutuş gerek. Ballarımız hemisi nayet yaxşı. Basınız hemisi orundan turup salamlaşıp kelip salam ketip. Men yaşlar köp kirip ketipdi. Şunçilik çıraylık bir-biri. Bir-birinden çıraylık, bir-birinden talantlık. Men aprin deyme olağa. Rəhmət, rəhmət. Sizin muşu içinizdə, jürünüzdə qaynatqa ilham bulduğunuz məngü üçmüsün. Rəhmət. Endi hədə məşədə şundaq muşu nimeleriniz qarab, zoxulunub oturup mən muşu medallarınız doğruluq bir etib ötsünüz. Endi hədimiz bula doğruluq mən etmay, özününki alqışlarını, xalqdan alğan gramotlarını, çatırlardan alğan, köplügen yerlerden alğan maqtaş gramotlarını məcmuş medallar haqılıq mən etmissam deb unmağan. Lekin mən iltimas qılıb, kemter hədimiz, intayın kemter hədimizken iltimas qıldım. Şunun üçün xabı bulmaysılar, sizlərdən mən əbü sorayman. Hədimiz özünün eğizidən anılsaq. Səbəbi biz bir yani durus etmay qalsaq, o xatalışımız qatlı xata buldu da. Şunun üçün tolma hədəminin özünün levidən anılsaq. Menin ağan alqışlarım birinciden sənətdə bizning başlıqlarımıznınki bolup İkrim Akka Məsimovnınki kötürüşü bilen şu vaxtda direktor bolğan kişi Cay cennet olsun. Köp ustazlarını yoqtup koyduk. Men kirgenden köp ustazlar ketip kaldı. Biroq ularni hemsini ködüm, şununğa men razı. Şu ustazlar bilen jügünümge bəxtlik dep özümni hesaplayman. Endi medallar birinci bana parlamentten
Diplom evetti. Siz degendek nimede öpkelememizini aşın oldu bahemisi. Azı koyumuz. Onun diken medeniyet gayretkari degen ministerstvodun onun verdi. Şu 2011 жылдан başlap 2011 yıldan tatip başı birinci tiyatrga kirip men tiyatrga kirip aldık çıkıp kettim tiyatrga. Bir arlıkta. Kichkina ba'zi bir ko'z qarashlarning nemasiga chidamay chiqib ketdim. Hem aylığım az, qiylandim balla bilan. 20 rubley degan o hech gap emas vaqtning o'zida. Chiqib ketib keyin bu Ikrim akam, Meskom ikkisi qayta telefon qilib chaqiraverdi. Shuningdimi 2 oy yurib, 2 oydan keyin dokumentimni ep ketaman deb kelsam bermedi Ikrim aka. Ketmeysiz, men bermeyman dokumentni. Siz qalsiz, siz teatrning odami. Sizni xalq yaxshi ko'radi. Hech yoqqa ketmaysiz. Degandan keyin ma'qul amal yo'q. Yuqori oshxonaga chiqib meni mehmon qilib Ikrim akam. Shuning bilan o odamning so'zini yoqdalamay qilib qoldim. Shu vaqtida bularga nima deymiz biz? Qirgandim so'zlarni unutib qoldim bo'ldim. Usloviya qo'ydim-da. Ma'qul men teatrga kiray. Birinchidan mening akagam qandaq naqsham bo'lsa, shuni aytishga ruxsat qilinsin. Men naqsha kelmay, ani aytib bo'lgan, mani aytib bo'lgan, massiz ketgan degan naqshlardan aytamay, men repertuar topamayapman. O'zim bir naqsh chiqadim xo'shal chog'da degan, uni aytay desam, uni siz ruxsat qilmabsiz. Shunday dedim. Endi shu vaqtida men shundaq deymanki, men aytaman deb akagan naqsh sahnaga chiqish kerak. Men 5 qitim zaявление yozdim, konsertim chiqish kerak, qerib ketyapman, ishim o'tib ketyapti. Hech kim ruxsat qilmabdi, shundaq dedi bizning rukovoditelimiz. Boshliq ruxsat qilmadi dedi. Naqshig'imning notini akirsa noti bilan dedi. Ruxsat qilmadi. Shu vaqtida menga konsertimni chiqarishga ruxsat qilib bersizlar. Bolalarim kichik, shu bolani beqishman internet tasbot qarzyapman. Shuning uchun menga oylig'imni o'stirib bersizlar. Afishlarimni chiqarib, meni konsertimni chiqarishga ruxsat qilsizlar. Shu vaqtida men kelmabim, siz chiqib ketma dedim. Shu sizning shartingiz bo'ldi. Shartim bo'ldi. Shuni dalamayotdim. Shu yerdan chiqsam Ahmetcan akam buni yozuvchi bizning. Shu kishi menga tutib olib, siz nima uchun teatrdan ketasiz? Sizning haqqingiz yo'q teatrdan ketadigan. Siz xalqning odami dedi. Gap qilmadim o odamga men. Gap qilmadim. Lekin ayada Ikrim akamga usloviya qo'ydim. Nima? Shart qo'ydim, mashta qilib bersiz deb. Bo'ladi dedi. Shuni ketdim men, dokumentimni bermadi, ketdim, Bishkekka ketdim. 1 oy kelmadim. Kunda telefon qildi. Kunda desam xatolasa, haftada bir qitim telefon qildi. Shuni keldim teatrga kelsam, prikaz chiqaribdi. Tolnay Aysarova teatrga qayta elindi, 140 ming rubley oylig'i bo'ladi deb. Oyliqlaringizni tayyorlab. Oylig'ini tayyorlab qo'ydi. 1 oy kelmagan oyliqni, ishlamagan oyliqni oldim. Qilinlik qilib oldim uni. Shuni bilan teatrda ishlab ketdim. Shundan keyin konsert chiqishga ruxsat qildi. Konsertimni Yalqinjon Shamiyev rejissyorda o qo'ydi. Benefis dedi. Benefis hech qachon teatrda undaq benefis bo'lmagan-ki. U bir yomon ta'siskanda odamga ta'siketki, o'zingiz chiqib hammani o'zingiz boshqarsiz, so'zlaysiz, o'qiysiz, naqsh etasiz. Shuningni uni Yalqinjon bilan tayyorladik. Tayyorlab 24 naqsha. Onun ichida o'zimning she'rlari bor. Miniatyurlarim ashada chiqdi, Hezimov bilan nima ishkisi, turdi ishkisi o'ynaydi, Mo'yitcha bilan.
Şularni әмісini езіп çıqadım. Endi nimeden ötüş gerek? Bizde huduz heyetler var da. Heyetlerden ötküzüş gerek ki. Bir ipet çıkıp heyetler ötküzdüğünde hemmeni basazanlarımız çıktı. Ötkazsak 5-6'sı turup şundak dedi. Bo'lmaydi, bunun sap konu naqshlar. Endi atlarını etmayma heyetlerden. Dаңлық әртісler. Şunu bilen İhrimkam председатель болған, ашынеке başlığı болған, heyetlerinin başlığı, художественный совет. Onu koydu. Qaytadan yani repetiş kıldık. Qaytadan bir hafta repetiş kılıp yani ötkazdık. O teske bu sanatga kol sağınki yol çıkmak teske. Şunun bilen qaytadan yani yaqtap onu dedi. Yani kon naqshlar. Kon naqshlarni xalq naqshini etmasang nemini etsa? Mening xalq naqshini yaxshi ko'raman, nem qilman dedi. Şunun bilan 3-chi qitimda repetish qilib chiqdik sahnaga, chiqib o'tkazdik, hammasi o'tadi. Şunun bilan ikkisi qarshi chiqdi. Cho'nglardan ikkisi qarshi chiqqanda İhrimkamning shunda ochiq keldi, rahmatlik ustalni shunda bir urib o'rindan turib ketdi. Nemisi yoqmaydi bu qizni. Xalq yaxshi ko'rdi. Ko'ryapsizlar-ku, bir sahnaga chiqsa qanday olqish oldi. Nurbi Mehmetvadan keyin qasa to'lna Aysarova bo'ldi. Shuning uchun Rushandam mana cho'ngib bo'ldi. Shuning uchun konsert qo'yildi. Men olma. Kechkichi naqshisa men kechkichi tinshayman. Men priнимать qilma. Dedi. Şun o benefis chiqib ketdi. Şun o bozorning qishida birinchi qitim qo'ygan yerim. Bir klub var aşağıda. Burun avizib bo'lganmi, klub bilmayman. Şu klub qo'yatimiz. Keldim, yomg'ir degan to'kyotdi dengam. Shu ukuni bir qattiq yomg'ir yig'ib ketdi, oshtaq yig'ib ketdi de. Bo'ldi, meni kim taniydi, hech kim kelmayotgan mening konsertimga deb ko'zim yosh ilib, girimlarim surilib. Shundoq qilib o'tasam, bizda Saniyam ozna Baqiyeva degan qiz bor edi, zaflichas bo'lib ishlaydigan. O'zi ig'risiq, shunda ochiq ayol. Neyilqi 3-chi etajdan vaqirab kirib-yotdi. To'linayada yomg'ir yig'yotdi. Xalq degan yomg'irdek to'kilib kelyotdi deb Nasraniyni nima tabiatim ko'tirib qo'ydi-da, shundan keyin o'zimga bir nima keldi-da. Shuni chiqib o'tib ketdi. Ötküzüvettim. Ateşini ötküzüvettim. Maqtınımı birinci qitim konsertimde o. Şunu olan Şimdi hemiz kol koydu mu sizge? Kol koydu, hemiz kol koydu. Şundan keyin ikinci qitim yani konsert çıkardım. Onu da aşu Qayratkar, medeniyet Qayratkari medalini verdi. Ondan keyin Mehmet Baqayev bilen işkanlar zaslugu berimiz deb İki zaslugu berimiz konsert çıkanlardı, işkimiz çıkardık. Mehmet Baqayev aldı, ben almadım. Keyin yani çıkardım konsert 12. yılı, 11. yılı, 12. yılı. Erin emgegen aldım 70 yıllığımga. Ondan keyin 75 yıllık yani 5 yıldan keyin yani konsert berip verdim. O konsertimde Bauırcan Mamışoğlu'nun şapakatı medalini aldım. Keyin şu yılı 14. yılı Bişkek'e bardık. Bişkek'te Kırgızistan Birleşmesi'ninki Uygurlar Birleşmesi'nin medalini aldım. Şunu keyin aslında pensiya çıkıp kettim. Demiriş'e. Hürmetliklerim işte. Demiriş'e çıkıp kettim. Hürmetlik Demiriş'e çıkıştın burun, siz Nava ansamblida neçə yıl xizmət qıldınız edi? Solist gridi baş solist gridi boldunuz ya şu yerdə? Edi, baş solist kişi oldum. 33 yıl 74 kirgen bolsam 96 çıktım. 96 yılda. Yo'q, 96 22 yıl teatrda ishlagandan keyin meni odat zakonniy pensiyaga chiqadi 96 yilda. Mening oyoqda ishlaganlarim hisob qilmadi. Faqat shu san'at ishlaganim 22 yil. Ondan keyin bular meni chiqarib etmadi, ishlaysiz deb. İşledim. 43 yıl işledim.
Hemmisi bulup 57 yıl sənət işildim o deymi. Ömrünüzün tən 20 səhnədə ötübdü də. O yaxın hesab qılıb həmin şundaq işildim. Siz nava ansamblini, teatrlarını sığınamsız. Sığınmay. Mən Dəmiliş Qıçqı söz dep bizning To'xtaxonov bizga direktor oldu. Arlıqda Murat deputat olub eketdi o Murat direktor 24 yıl direktorlik işini yapmadı müdirlik. Murat'ın deputatlıqqa eketdi. Keyin yana 5 yıldan keyin yana qo'yib qo'ydi, qoldirib qo'ydi Murat'ni shuni bilan bizga To'xtaxonov keldi. Ruslan. Şu To'xtaxonov bo'lgan vaqtida meni Dəmilishqqa chiqarib etdi. 75 yıldan keyin Dəmilishqqa chiqib ketdim. 75-ci yılın konsertini berdim. Shundan keyin Dəmilishqqa chiqib ketdim. Elbette mening naqsh ijrodan tek ovozim badi. Men alqay qerib so'rilib qolmadim. Kuchim badi. Hozir mana ishlayotdi o 70-80 kelib qolay dedi ishlayotdi aktyorlar. Nayt itinch bo'ldim. Men shundaq yuragim og'irdi. Men bir oy og'irdim. Rasmiy og'irdim. Bir oy. Nayt egir keldi bana. Eğer bir yerim ağrıp, mundaq nemi bo'lib ketken bo'lsam, chiqarib etken bo'lsa, belki undaq ağırmasıdım mekin. San'atni yaxshi ko'rganligimdan ağırdım. Men boshliqlarga ağırmadım. Boshliqlarga xafa bo'ldim. Mushu san'atni yaxshi ko'rganligimdan san'atchi bo'lganligim uchun xafa bo'ldim o'zimga. Ökünüşlü Nayt xafa bo'ldim. Keyin mana mush yaqinda anglasam xalqlardan arzi tushibdi. Burun mashunda arzi tushgan. San'at to'g'riliq. Mening mushu Tolna Esarovaning nemishga konsertdan chiqamaysa, konsertga nemishga chiqamaysa, chiqaringlar Tolna Esarovan deb tushibdi yaqinda. Художественный руководитель Murat Ahmedov shunda deb qoldi. Sizga nayt ko'p xat kelibdi. Tuzlu Bastav rayonundan deb shunda deb qoldi. Rahmat dedim. Endi 10 yilda ko'p qoldi men naqsh etmayapman, ovozim bormi, yo'qmi? Rahmat xalqimga dedim. Menga shuncha onlarning mehrini sog'an xalqimga rahmat. Demak, men xalqimning ko'nglida qoldim. Deb xushal bo'ldim. Albatta sig'inma. Biroq spektakllar mashundaq muqamlar, yaxshi konsertlar qo'yilsa, bular meni unutmaydi. Doim 2 o'rinliq bilet avatadi menga. Doim bor bilet, keling deydi. Bormi? Og'rib qolsam berib ko'rimi. Xushal bo'lma. Teatrni sig'inma. Meningdan keyingi artistlar kelam teatrga bilmayman, lekin men arlab ko'p o'tib ketsa 2 ya 1,5 oy teatrga berib bolalarni ko'raman. Ko'rib, hammasi bilan ko'rishib, paranglashib, kulishib, qizlarning qishig'iga kirib bir-birimizni quchoqlab, söýüşüp, ashta qilib ketma hamma qizlar, yani keling deb turdi o'zida. Didar g'animat. Shu berib turma, ko'nglim tatib turdi teatrga. Alan ko'rgandan keyin o'zim qo'shilib, o'zim bo'shab qoldim. Rahmat edi, rahmat. Mana mushundaq xalq söýgen, xalqni söýgen, talantliq, zilva ovozliq hadimizga şahsen özümün namıdan ve bütün Uyghur halkının namıdan sizge hede teşekkür ederim. Rahmet, köp rahmet. Salamet olun. Men muşu teatrga kirip sahnege chiqqandan keyin mendiki xalqimninki birinchi qitim olgan xalqimdan olgan xushalligimga, xalqimning qarshag'iniga şu vaqtda bir san'atim, mening Uyg'ur san'atim degan bir she'rni yozgandim. Shu yillari 74-yillari. Boshqa she'rim bor, shuni men o'qib bersam degan Merhamet. niyetim bor. Mening Uyg'ur san'atim, dunyoga ketgan danqing mening Uyg'ur san'atim. To'ldirib shodlik kuyini butun xalqimga doim. Söyümen deb qancha tatsam zulmat kunidan vahim, sazing bilan medet bergan mening Uyg'ur san'atim. Çalsang sazingni yangritib, shoir ishqini uyg'otar,
Anıdın yeni tuğulgan kuluntaylar qiyğitar. Yerdi yatqa halsız güzler başlarını kötürüp, kulaq silip tınşa seni, menin Uyghur sənətim. Yanğırğandı kökni yerip sılıq nəyinin avazı, zəb çıraylıq oynuşudu pərilənin unazı. Sayrğanda, dutda, təmbir, satarının avazı, hiç duyğunu örkeşletken menin Uyghur sənətim. Sənətim dep vaqırsam önüm ərşiği ketidu. Bu avazның dolqunları kökki yangrap ketidu. Uyghur xalqın naqşların işqi bilen edidu. Qoş yürekni coş urguzgan menin Uyghur sənətim. Senin bilen birli bolup tapdım mana təxtimni. Senin bilen birli bolsam hem tapımam bəxtimni. Senin işqi qoynungda men tapdım xalqım mihrini. Çın dilimden rəhmət sana menin Uyghur sənətim. Şükemgice anı mehri körmey ösken bulsam mı? Anılarının mehrin salgan menin Uyghur sənətim. Sahne ara nakş etip müskün köngünüm bulsam mı? Mınlıgan anılarının mehrin sağın sənətim. Hürmetli tele tamaşaçılar, mana Tolunay hədimizdeki söyümlük Uyghur teatrımızdan, Kırgızstan'dan, Kazakstan'dan ilingan teşekkürnameleri mana muşu üsteline lıq tolup durdu. Muşu gez jurnal bedirge yazılgan maqalları, resimler bilen mana sizlerden alğanlarga men köşüp durman. Lekin mundaq gazet, jurnal, mundaq teşekkürnameler talı bizde kıyıp kaldı. Hədimiz intayın kemter eken, muşularını ekilişkimi unmay, menin iltimasım boyunca faqat ip geldi. Hədə bir yerdə xijalat bolduğan heç нәрсе yok. Bu sizning əmgiginiz, bu sizning üzünüz. Rəhmət. Mana patmısımı bir azını biz kolumuzda tutup durduk. Mana gazet jurnallarımız intayın köp. Onun biri desakmı hatalaşmayız. Şundaqmı hədə? Belkəm, rəhmət. Mervanem kızım, siz meni meşege çakırdınız, köp rəhmət sizge. Endi men sizge qancha rəhmət desem erzimeydi. Biroq muşu kichkinaң bir 75 yılında çıqagan teatrninki teklif qağızı, muşunda suretlerim var, hem tariximden bir az yazıqlıq, şunu men sizge təqdim qılmasam. Rəhmət hədə. Saqlab qeling. Rəhmət. Əslətmə qab mana menga tapşırğan yaldamısı benim bilen məngə qalıdı. Hürmetli tele tamaşaçılar, bugün bizning söyümlük hədimiz bilen barcha sirni bilib bo'lish mumkin emaskan. Allah bursa yanımı muştaq didarlashqa Allah nasip qilsin. Şunu bilen Tolunay hədə bugünkü söhbətingizə çoğdan-çoğ rəhmət. Xeyri xoş, keyinki görüşküçe aman bolaylık. Rəhmət sizlərə. Hörmətinizə köp rəhmət. Xalqımğa köp rəhmət. Tininglar bütün xalqımның tinning salamat boluşunu Allah'dan tileymen. Manga mehri bergen xalqımga köpdən köp çoğdan çoğ rəhmət etmən. Salamat olunlar.